Shunaqa joylarda mehmonxona bo'lsa edi. Bunday taklif auksionda bor. Kumushkonda joylashgan Oltinbel yirik dam olish maskanining birinchi bosqichi Kumushkon Resort mehmonxonasi auksion savdosiga chiqarildi. Ushbu obyekt Toshkent viloyati Parkent tumanida joylashgan bo'lib, egallagan yer uchastkasining maydoni 2,3 gektar. Bino va inshootlarning maydoni esa 3488 kvadrat metrdan iborat. Mehmonxona to'liq qurib bitkazilgan bo'lib, ichidagi barcha jihozlari bilan tayyor holatda sotuvga chiqarilgan. Obyektning boshlang'ich narxi 90 milliard so'm etib belgilangan.